Bu SNC'ning 5 ta asosiy qoidasini tushuning. Order block. Bu oxirgi sham bo'ladi. Narx qarama-qarshi yo'nalishda yopiladi. Qayerga ketmoqchi bo'lsa, shu yerda yirik o'yinchilar pozitsiya oladi. U darrov orqaga qaytadi, ya'ni reversal. Va shu zonadan keyin narx harakati boshlanadi. Liquid swing, likvidlarni olish. Narx oldin high va lowlarni buzadi. Orqaga qaytadi, ya'ni reversal. Retail traderlarni stop losslarni yig'ish uchun qilinadi. Displacement, kuchli impuls. Narx juda tez va kuchli yuradi. Oldin shamlarni yutib yuboradi. Bu shuni bildiradiki, bozorda katta orderlar kirgan. Vertical gap, FVG. Kuchli impulsdan keyin grafikda bo'shliq qoladi. Narx ko'pincha qaytib kelib shu gapni yopadi. Agar gap support yoki rezistans yaqinida bo'lsa, demak oldingi harakat aldov bo'lgan bo'lishi mumkin va reversal kutish mumkin. Internal range liquid. Katta harakatlar ichida kichik high va lowlar bo'ladi. Narx avval shu kichik likvidni yig'adi, keyin asosiy yo'nalishga qarab ketadi. Bozor shu 5 ta narsani tushunsangiz, qayerdan kirish, qayerda chiqish va kimning yeb ketganini yaxshi tushunasiz.